Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşənlərlə qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Hörmətli televizor görüşlər, aldı bilan biz diqqətinizə bu hafta huzuruna sunmaqçı bolğan xəbərlərimizin əsas məzmununu sunumuz. Diqqətinizdə Ürümçidə 900 orunğa yenidən saqçı punkt quruldu mövzulu xəbərimiz budur. Məlum ki, Çin Kongo vətənimizə gəlgəndən keyin Uyğurlarını bastırış hərəkətləri ciddi şəkildə küçəyməkdə. Şundaqla yana Savdo ticarət yarmarkasında İstiqlal televiziyamiz Türkiyədəki bir qism axbarat orqanları bilan görüşdü və hamkorlik münasibati haqida söhbətləşdi mavzulu xəbərimiz buldu. Bu yarmarka İstanbul Dünya Ticaret Merkezində 11 ayın 9-cu günü açıldı. Şundaqla Xitayning Uyğurlarning salomatligini məcburi təkşürüşünün arqasında qandaq plan var mavzulu xəbərimiz buldu. Xitay 2016 yılı 9-cu ayın 30-cu gündən başlap bu salomatlik təkşürüşnamə aslında bütün Şərq Türkistanın həmmə yerlərdə Uyğurlarını təkşürüşünü başlayan. Bu və bunun başqa xəbərlərimiz diqqətinizdə buldu. Diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xitayning Uyğurlarning salomatligini məcburi təkşürüşünün arqasında qandaq plan var? Xitay Səhiyyə və Planlıq Tug'ut Komitetidən egələnən uçurda Xitay dairələri 2016 yılı 9-cu ayının 30-cu gündən başlap bütün Şərq Türkistanın hər qaysı yerlərdə umumyüzlük haqsız salomatlik təkşürüşnamada məcburi bədən təkşürüşə başlagan. Xitay axbaratının Uyğur tilida çıxırğan Xalq Tori Uyğurcha kanalının 9-cu noyabr bergan xəbərdə Şərq Türkistanda Xitay Səhiyyə və Planlıq Tug'ut Komitetidən egələnən uçurlarda 2016 yıl 9-cu ayının 30-cu gündən başlap Şərq Türkistanın hər qaysı vilayət, nahiyə, bazar və məhəllə kənitlərdə kiçik ballardan tartıb yaşanğanlargacha umumyüzlük haqsız salomatlik təkşürüşnamə asıda elib berilayotgan məcburi bədən təkşürüşdə 6 noyabrgacha 6.900.920 adam təkşürilib bulunğanlığını. Bu sanning yerimdən köpürəkini Şərq Türkistanның janubidagi Xotan, Qashqar, Atush və Aqsudagi kishilar egəllaydiganligi bildirilgan. Növbəti bu təkşürüş Xitay təcavüzçilərinin planlaşı bilan Planlıq Tug'ut Komiteti tərəfindən rayondagi hər qaysı turdagi doktorxanalarga vəzifə qilib düşürilib, ciddi turda işləniyotganligi ma'lum. Xəbərlərdə ma'lum bo'lishicha, Qashqar shahrining o'zida 85 o'ringa bu xildagi badan təkşürüş nuqtasi o'rnashtirilgan bo'lib, buning uchun yuqoridan bergan mablag'dan sirt shahar moliyasidan 16 million Xitoy puli ajratilgan. Bu orqali shahar tavallikidagi 700 mingdan ortiq umumiy kishiga qarata elib berayotgan majburiy tekshirishda 26 oktyabrgacha 130.294 kishini tekshirib bo'lganligi ma'lum. Kuchan oisidami 5 oktyabrdan 9 oktyabrgacha bo'lgan 5 kun jarayonida 15.200 dan ortiq kishining tekshirilib bo'linganligi bildirilgan. Egallashlarga qaraganda bu qitimqi keng ko'lamda majburiy elib berilayotgan salomatlik tekshirushnoma ostidagi bu tekshirishni Planlıq Tug'ut Komiteti bilan Xitoy tajovuzchilari tomonidan bevosita kontrol qilinadigan har qaysi harbiy doktorxonalar o'z ichiga olgan bo'lib, Sharq Turkistondagi boshqa doktorxonalarning hamkorligida bu xizmatni jiddiy elib bormoqda ekan. Muajiratga Uyg'ur kuzatuvchilar Xitoy tajovuzchilarining bu xildagi salomatlik tekshirishnoma ostida Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilib elib berayotgan umumyuzlik majburiy tekshirishining intayin gumonliq ekanligini, bu tekshirishning harbiy doktorxonalar bilan Planlıq Tug'ut Komitetining yetakchiligi ostida elib berilishi Uyg'urlar uchun cho'ng bir xavfning boshlanishi bo'lib qolishdan ansiraydiganligini bildirishmoqda. Ürümçide 900 o'ringa yangidan saqchi punkti qurildi. Xitoy dairələri Şərq Türkistan xalqını texmi qattiq bastırış üçün Ürümçide 900 o'ringa yangidan saqchi punktları qurdi. 11 ayının 7 günü Türkiyədəki nüfuzluq gazetlərdən Dünya Bülteni, Yeni Akit və Yeni Şafaq gazetləri Ürümçidə Xitoy tajovuzchilari tərəfindən 900 o'ringa yangidan saqchixona punktları qurilganligi to'g'risidagi xabarni bergan. Xabarda deyilishicha, Xitoy dairələri tərəfindən Şərq Türkistonga sekretar qilib tayinlangan diktator Çin Kongo vəzifə topshirib olgandan boshlab har xil zulm, milliy yo'qotish va assimilyatsiya tusini olgan siyosatlarni yurgizishga boshlaganligi tilga ilingan bo'lib, nazorat va boshqarishning texmo kuchaytirilganligi, har bir Uyg'urning yon telefonlari tekshirilib, diniy purakka ega bo'lgan xat, rasm, ovoz, video, Qur'oni Karim yoki arabcha tekst qatorliqlari chiqib qolsa, u kishining ikkinchi darajalik terrorlik jinoyati shakllantirgan bo'lganligi. Ota-onalar o'z farzandlariga har qanday mazmunda diniy ta'lim berishga bo'lmaydiganligi, shuningdek jamiyatdami din o'rganish va o'rgatishlar birdek cheklangan bo'lib, agar buningga munosabatli ahvol bayqalsa, tutqun qilinib turmaga solinganligi xabar qilingan. Undan boshqa Sharq Turkistonning har qaysi rayonlarida xalqqa qolaylik yetkazish nuqtasi nomida qatma-qat tekshirish nuqtalarining qurilganligi
faqat Urumchi shahrida 900 o'rinda yangidan saqchi punkti qurilib, ish boshlaganligi bildirilgan. Yangi Shafaq gazeti bu vaqtdagi xabarni Uyg'ur turklari muhosiraga elindi degan mavzu ostida bergan bo'lsa, Dunyo bülteni Xitoy Urumchida 900 o'ringa saqchi punkti qurdi deb xabar bergan. Hamda yuqorqi ahvollarning asosligi Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni texnik kontrol qilish va nazorat ostiga elish, rayonning bir butun ishg'ol qilinishini to'liq amalga oshirish, shundaqla ishg'ol qilish salmoqini yanama kuchaytirish uchun elib berayotgan tadbirlarning bir qismi ekanligi o'ttirg'a qo'yilgan. Undan boshqa bu xildagi chekidan oshgan zulmlarning davomlashishiga ergashib, zulmga qarshi yuz berayotgan harakatlarning maydonga chiqayotganligi tilga olingan. Boy fidoilarga munosabatlik bir qism tafsilotlar oshkorlandi. Xitoy ishg'olchilari 11-oyning 1-kuni Aqsuning Boy ko'mirkendagi fidoilik amaliyotini elib borgan Uyg'ur fidoilarini qanday bostirganligiga munosabatlik bir qism tafsilotlarni oshkorladi. 11-oyning 1-kuni Xitoy tajovuzchilari Aqsuning Boy ko'mirkendagi fidoilik amaliyotini elib borgan Uyg'ur fidoilarga munosabatlik bir qism tafsilotlarni oshkorlagan. Xitoy bu qitim oshkorlagan tafsilot 3 minut 7 sekundlik sin ko'rinishdan iborat bo'lib, Boy ko'mirkendagi voqea yuz berib 1 yildan ortiq vaqt o'tgandan keyin ondan buning bir qism ko'rinishlari maydonga chiqqan. Oshkorlangan bu sin ko'rinishda 2015-yil 9-oyning 18-kuni Boy ko'mirkendagi fidoilik amaliyotini elib borgan Musa To'xtiniyoz va Mehmet Aysa boshchiligidagi 21 nafar Uyg'ur fidoining 10 mingdan ortiq Xitoy tajovuzchi askarlar tomonidan rahimsizlarcha qonliq qirg'in qilinganligidek asli jarayon ko'rsatilgan. Bu sin ko'rinishda Xitoy tajovuzchilari qurolli qism tarmoq atritining boshlig'i Wang Gang ismli Xitoyning o'z askarlariga ularni bevosita etib etinglar, tushundinglarmi degan so'zlardan keyin Xitoy askarlarining elib borgan bir qism faoliyatlari ko'rsatilish bilan birga 11 nafar Uyg'ur fidoining o'zlari yushiringan tog' o'nkirida tajovuzchilar tomonidan o't chechar qurollar bilan portlatilib va ko'ydirib o'ldirilganligiga munosabatlik ba'zi tafsilotlar berilgan. Orqadan bu qirg'indan qochib, qarlar bilan qoplangan tog' ustidagi qarag'aylarda daldalangan 10 nafar fidoining rahimsizlarcha etib o'ldirilganligining bir qism ko'rinishlari ham o'rin olgan. Qo'rchiq sekretarining Uyg'ur bovoyini urganligi oshkorlandi. Bir necha kundan beri har qaysi ijtimoiy aloqa vositalarida Yakanning Xangdi bozorida yuz bergan ish ekanligi ilgari surilib, keng tarqalayotgan bir kanit kadrining yashangan mo'ysipit bovoyini urayotgan ko'rinishi Uyg'urlar orasida zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Bir necha kundan beri har qaysi ijtimoiy aloqa vositalarida Yakanning Xangdi bozorida yuz bergan ish ekanligi ilgari surilib, keng tarqalayotgan bir kent kadrining yashangan mo'ysipit bovoyini urayotgan ko'rinishi Uyg'urlar orasida zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan bo'lib, bu ko'rinish tarqatilib uzun o'tmay buningga munosabatli uchurlarmi oshkora bo'lishga boshlagan. Bu qisqa sin ko'rinishning 11-oyning 8-kuni Yakanning Xangdi yesida tartilganligi bildirilayotgan bo'lib, buningda Xitoy tajovuzchi doiralarining Sharq Turkistondagi sodiq yollanma xizmatchisining tavallikdan kent hovlisiga yig'ib olgan Uyg'ur ommasi oldida 60 yoshlardan oshganligi bilinib turadigan yashangan Uyg'ur bovoyini qo'l va peshvolar bilan rahimsizlarcha urayotganligi oshkorlangan. Bu sin film oshkorlangandan keyin vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlarning yuksak darajada diqqatini tortgan. Hamda bu bechora bovoyning tajovuzchilarning yontayiqi bo'lgan bu Uyg'ur yollanma kadr tomonidan shuncha kishining oldida bu darajada haqoratlanib tayoq yeyishiga sabab bo'lgan ish zodi nimadu degan savollarni paydo qilgan. Aniq dalillanmagan xabarlardan ma'lum bo'lishicha, bu bovoyni urgan Xitoy yollanma kadirining ismining Qurbon ekanligi, Yakan nahiya Xangdi bozorlik punktining boshlig'i ekanligi bildirilgan. Hamda bovoyning bu Xitoy kadridan tayoq yeyishiga sabab bo'lgan ish balasiga diniy mazmunda gap qilganligi ekan. Bu qisqa sin ko'rinish Undidar orqali tarqalgandan keyin uzoq o'tmayla Xitoy yollanmalari Undidar sahifalarida bu sin ko'rinishini tarqatganlarga qarata qattiq tahdid ogohlantirishlarini e'lon qilgan. Hamda bu sin filmining to'r bexatarligiga buzg'unchilik qiladigan film ekanligi tilga ilinib tarqitishni cheklagan. Chet ellardagi Uyg'urlar orasida bu film tarqalgandan keyin biroz jiddiychilik kayfiyatlari shakllangan bo'lib, Uyg'urlarga aloqador bo'lgan to'r yuzini buningga munosabatlik inkoslar qoplab ketgan. Ba'zi inkoslarda hatto muhojiratdagi Uyg'urlarga xitob qilib, tövandagidek ochiq iboralarmi qo'llanilgan. Bu bizning dadimiz, bizdek vafosizlarning dadisi. Qur'onda ota-onanglarga yaxshilik qilinglar deyilganlarning dadisi.
qachon o'g'lim bu zulmdan qutqizar deb yo'liga talmirib duo tilovat bilan saqlagan, o'g'li chet elga chiqib olib, dushmanni topolmay o'zaro bir-birini dushman tutqanlarning dadisi. Qisqasi, millatning, ummatning dadisi. Sharq Turkiston hay'ati Turkiya Cumhuriyeti raisi bosh maslahatchisi bilan ko'rishdi. 11 yanın 4. günü 7 kişilik hay'at Türkiye Cumhur Reislik sarayida Cumhur Reisi Erdoğan'ın baş maslahatchisi Yalçın Topçu bilan ko'rishdi. 11 yanın 4. günü Cuma 7 kişilik Sharq Turkiston hay'ati Türkiye Cumhur Reislik sarayiga berib, Cumhur Reisining baş maslahatchisi Yalçın Topçu efendi bilan ishxonasida ko'rishdi. Bu ziyoratga İstanbul'daki Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining mas'ullaridan Abdulhakimxon Maqsumajim, Hidayatullah O'g'izxon, Abdulahad Abdurahmon qatnashdi. Hay'atga yana Markaziy Qaysariga joylashgan Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining mas'ullaridan Seyit Tumturk, Abduqodir Tumturk efendilar bilan Anqaradan Uyg'ur ziyoli jurnalist tadqiqotchilardan Doktor Erkin Ahmad Mirkamil Qashqarli qatorliqlar qatnashdi. 7 kishidan tarkib topgan hay'at juma kuni Turkiya Cumhur Reisining bosh maslahatchisi hurmatli Yalçın Topçu efendi bilan ishxonasida samimiy uchrashdi. Uchrashda Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli, Turkiyadagi Sharq Turkistonlik muhojirlarning har xil qiyinchilik masalalari to'g'risida suhbat elib berildi. Uchrashda yana Xitoy qaytarib berishni talab qilgan Sharq Turkistonlik jamoat arbobi da'vatchi Abduqodir Yapchan apandining masalasida Sharq Turkiston xalqining sezgur qaraydiganligi tilga olindi va bu masalaning hal bo'lishi to'g'risida muzokara qilindi. Sharq Turkiston hay'atining Cumhur Reisi bosh maslahatchisi bilan elib borgan uchrashuv ziyorati Xitoy muavin bosh ministrining Türkiye muavin bosh ministri bilan Anqarada Xitoy-Turkiya munosabatlari to'g'risida yig'in echayotgan paytga to'g'ri keldi. Hong Kongda Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. Hong Kong mustaqilligini qo'llaydigan millat vakillariga to'sqinlik qilinganligi uchun ko'chalarga chiqib namoyish qilgan necha minglagan ommaga soqchilar yosh oqqudush bombasi ishlatib, namoyish elib berishga to'sqinlik qildi. Hong Kong mustaqilligini qo'llaydigan millat vakillariga to'sqinlik qilinganligi uchun ko'chalarga chiqib namoyish qilgan necha minglagan ommaga soqchilar yosh oqqudush bombasi ishlatib, namoyish elib berishga to'sqinlik qilgan. Bu namoyishning kelib chiqishiga Hong Kong parlamentida dushanba kundan boshlab yangidan vazifa o'tishi belgilangan mustaqillik tarafdorlari vakillari Sixtus Long bilan Yao Weicheng 2 kishi qasam berish jarayonida Hong Kong Xitoyning emas degan lozunkalarni ishlatgan bo'lg'achqa, bu 2 vakilning qasamlari rad qilinib, vazifa o'tishiga yo'l qo'yilmaganligi sabab bo'lgan. Dushanba kuni atigandan boshlab namoyishga chiqqan minglagan omma Hong Kongning ichki ishlariga aralashishning jinoyat ekanligini aytib, Xitoyning bu qilmishini ayiblagan. Bu namoyish Hong Kongdagi vakillik idorasining oldida elib berilgan bo'lib, soqchilar bilan fuqarolar orasida bir qism surkilish va ziddiyatlar maydonga kelgan. Natijada soqchilar namoyishchi ommaga qaratib, yosh oqqudush bombasi ishlatgan. Bir qism namoyishchi omma soqchilarga qaratib, shisha va tosh otgan. Soqchi doiralarining bildirishiga qaraganda, namoyishga 8000 atrofida kishining qatnashganligi bildirilgan bo'lsa-mu, ammo g'ayri rasmiy ma'lumotlarda 10 mingdan ortiq kishining qatnashganligi ma'lum. Namoyish jarayonida 2 kishi soqchilarga o'zlarining salohiyat kimligini ko'rsatishni rad qilganligi uchun soqchilar tarafidan tutilgan bo'lib, namoyish hozirmo davomlashmoqda ekan. Türk dünyası yig'inida Sharq Turkiston masalasi o'ttirg'a qo'yildi. 7 noyabr İstanbulning Bayrampaşa Ülkü Ocaqları Təşkilatı tarafidan Türk dünyası ve Sharq Turkiston degan temada yig'in ochildi. Yig'inda Sharq Turkiston Uyg'urlari va ular duch kelayotgan qiyinchiliklar tilga olindi. 7 noyabr kuni İstanbulning Bayrampaşa'da Ülkü Ocaqları Təşkilatı tarafidan Türk dünyası ve Sharq Turkiston degan temada yig'in ochildi. Bu yig'inda asosliq Iroq va Suriyadagi turkmanlar bilan Sharq Turkiston Uyg'urlari to'g'risida muzokara elib berilgan bo'lib, Türkmenler ve Uyg'urlarning haq-huquqlarining ig'ir darajada oyoq osti qilinayotganligi, bo'libmi Sharq Turkiston musulmonlarining duch kelayotgan qiyinchiliklari tilga olingan. Yig'inda yana Yevro-Asiya Türk Cemiyetlari Federatsiyasining boshlig'i Ismoil Chingiz, Türkmen eli kishilik huquq jamiyatining boshlig'i Savash Ovchi, Qozoq turklari ta'lim tarbiya va tadqiqot jamiyatining boshlig'i Sarkan Dinchturk qatorliqlar qatnashib so'z qilgan. Sarkan Dinchturk so'zida Sharq Turkistonda yuz berayotgan ig'ir fojialarning xotim berilishi uchun bu to'g'risidagi qiyinchiliklarni hal qilishda masalalarni xalq ommasiga keng turda tashviq qilib, Sharq Turkiston masalasini jamoatchilikning muhim masalasiga aylantirish kerakligini, shundaqla Turkiyaning bu masalaga ega bo'lib,
Birleşken Milletler Teşkilatı'da o'ttirg'a qo'yish orqali kun tartibga keltirishning ta'xirsiz muhim bir masala ekanligini o'ttirg'a qo'ygan. İsmail Chingiz Türkiye davlatining atrofidagi davlatlarga nisbatan rayonlar ara yetakchi davlat bo'lishini, shundaqla xalqarodagi kuchli davlat bo'lishini xohlasa, cho'qim dunyoning hamma taraflaridagi turklarga ega chiqishi, turk qavmlarining dardiga darmon bo'lishi, holiga yetishi, qanday qiyinchilikqa bo'lsa endi bo'lishi kerakligini bildirgan. U so'zda yana Turkiya buning uchun nazariya bilan emas, balki amaliyot bilan o'ttirg'a chiqishi, Iroqning Musul, Karkuk, Talafir qatorliq rayonlaridagi turkmanlarning haq-huquqlarini qo'g'dash uchun muhim tadbirlarni elish kerakligi. Bo'libmi turkmanlarning zimini bo'lgan Talafir rayonida askariy va siyosiy amaliyotlarni elib berishining muhim ekanligidek bir qator masalalarni so'zlab o'tgan. Yig'in zaliga har qaysi turk dunyosining bayroqlari eslagan bo'lib, Turkiya, Qozog'iston, Ozarbayjon, O'zbekiston qatorliq ellarning bayroqlari bilan bir qatorda Sharqi Turkistonning oy yulduzli ko'k bayrog'i esilgan. Türkiye-Xitoy hamkorlik komiteti yig'ini ochildi. Türkiye-Xitoy hamkorlik komitetining tunji qitimliq yig'ini Türkiye muavin ministri Mehmet Şimşek bilan Xitoy muavin ministri Wang Yang'ning o'rtaq riyosatchiligida 4 noyabr Anqarada o'tkazildi. Türkiye-Xitoy hamkorlik komitetining tunji qitimliq yig'ini Türkiye muavin ministri Mehmet Şimşek bilan Xitoy muavin ministri Wang Yang'ning o'rtaq riyosatchiligida 4 noyabr Anqarada o'tkazildi. Yig'inda bu hamkorlik komitetining asosli maqsadi siyosiy, iqtisod, bexatarlik va madaniyat sohasida o'zaro hamkorlik elib berish qadamini tiziltirishni maqsad qildiganligi bildirildi. Yig'indan keyin elib berilgan axborot e'lon qilishda Wang Yang so'z qilib, Turkiya-Xitoy hamkorlik komitetining Xitoyning O'rta Sharq davlatlari orasida qurilmoqchi bo'lgan eng yuqori darajadagi hukumatlar mexanizmining biri bo'lganligini, bu komitetning masalalarga qarata o'zaro maslahatlashish orqali ishlarni hal qilishni nishon qilganligini hamda Mehmet Şimşek bilan elib berilgan yig'inning natijalik o'tkazilganligini, shundaqli yig'inda yana ba'zi temalarda fikr birdakligi hosil qilinganligini bildirdi. Savdo tijorat yarmankasida Istiqlol televiziyamiz Turkiyadagi bir qism axborot organlari bilan ko'rishdi. İstanbul'un Yeşilköy rayoniga joylashgan Dünya Ticaret Merkezi'de 11 ayning 9 kuni xalqaroliq 16 navbatlik savdo tijorat yarmankasi ochildi. Yarmankaga Istiqlol televiziyamiz mehmon sifatida ishtirok qilgan bo'lib, bir qism axborot organlari bilan ayrim ko'rishib, Sharq Turkiston va Uyg'urlarning hozirgi vaziyat to'g'risida fikr almashtirishlar va hamkorlik elib berildi. İstanbul'un Yeşilköy rayoniga joylashgan Dünya Ticaret Merkezi yanındaki savdo tijorat yarmankasi yig'in zalida Savdo sanoatchilar jamiyatining o'rlashtirishi bilan 11 ayning 9 kuni xalqaroliq 16 navbatlik savdo tijorat yarmankasi ochildi. Bu yarmankaning ochilish murosimiga Turkiya Cumhur Raisi Recep Tayyip Erdo'g'an qatnashgan bo'lib, nihoyat dag'dug'liq holatda elib berildi. Yarmankaga dunyoning har qaysi joylaridan savdo tijoratchilar, korxona shirkatlar va bu sohadagi izlanuvchilar bo'lib, ko'p sonli kishilar qatnashdi. Bu yarmankada Turkiyada ishlab chiqarilgan og'ir yenik tipdagi harbiy aslahalar, askeriy qurol-yaroqlar, jumladan tanka, top zambarak, odamlik va uchquchsiz har xil tipdagi kurashchi aeroplanlar ko'rgazma qilingan. Bu yarmanka o'xshash vaqtda ayrim 8 zalda 8 tur bo'yicha elib berilgan bo'lib, qurilish binokorlikdan tortib fan texnika, yemak-ichmak, savdo aloqasi, harbiy texnika qatorliq sohalarni o'z ichiga olgan cho'ng ko'lamdagi savdo yarmankasi bo'lib hisoblandi. Bu faoliyatga Istiqlol televiziyamiz mehmon sifatida ishtirok qilgan bo'lib, bu yerdagi bir qism axborot, tashviqot va radio televiziya, gazet, jurnal organlari bilan, jumladan Turkiyadagi nopuzli gazetlardan Yangi Shafaq gazeti, Milliy gazeti, Tirilish gazeti, Yangi Akt gazeti qatorliq organlarning rahbarlari bilan ayrim holda uchrashib, Sharq Turkiston va Uyg'urlarning hozirgi vaziyat to'g'risida fikr almashtirishlar elib berildi. Undan boshqa bu vaqtda ular bilan o'zaro fikr almashtirish orqali bu organlar bilan Istiqlol to'r televiziyasi orasida tashviqot uchurlarini almashtirish va hamkorlashish to'g'risida og'zaki kelishimlar qilindi va ular bilan yaqin munosabat turg'izildi. Undan boshqa ko'zga ko'ringan bir qism axborot va tashviqot o'rinlari bundan keyin Sharq Turkiston masalasini Turkiya xalqiga kengri tashviq qilishda o'z hassasini qo'shadiganligini, bu sohada Istiqlol televiziyasi bilan yaqindan moslashadiganligini bildirishdi. Xalqaro soqchi tashkiloti yig'iniga Tayvan qatnashtirilmadi. 11 ayning 7 kundan 11 kunigacha jami 4 kun Indoneziyaning Bali orolida o'tkazilishi qaror qilingan Xalqaro soqchi tashkilotining yig'iniga Tayvan qatnashishini talab qilgan bo'lsa-mu, Xitoyning qarshilik qilish natijasida qatnashtirilmadi.
11 ayning 7 kundan 11 kunigacha jami 4 kun Indoneziyaning Bali orolida o'tkazilishi qaror qilingan xalqaro saqchi tashkilotining yig'iniga Tayvan qatnashishini talab qilgan bo'lsa-mu, Xitoyning qarshilik qilish natijasida bu yig'inga qatnashtirilmagan. Bu munosabat bilan Tayvan qattiq e'tiroz bildirib, Xitoyning Tayvanni xalqaro faoliyatlardan cheklab, bu faoliyatlarga qatnashishiga og'ir darajada to'salg'ulik qilayotganligini ayblagan. Bu yig'inga dunyoning har qaysi taraflaridan 167 davlatning saqchi vakillari qatnashgan. Tayvan aslida bu xalqaro saqchi tashkilotiga a'zo bo'lgan bo'lib, 1984-yili Xitoy bu tashkilotga a'zo bo'lib kirgandan keyin bu tashkilotdan chiqarib etilgan edi. Aradan 33 yil o'tgandan keyin Tayvan tunji qitim bu xalqaro saqchi tashkiloti yig'iniga qatnashishni talab qilgan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning qarshi turishi bilan bu talabi rad qilingan. Xitoy Shimoliy qutbni besib olamdi. 7 noyabr Amerika Ovozi radiosida Xitoy Shimoliy qutbni egallashni maqsad qilyapti nomli bir xabar e'lon qilingan bo'lib, uningda Amerika yaqinda e'lon qilgan ma'lumotida Xitoyning Shimoliy qutbni egallash uchun jiddiy tayyorlik qilayotganligini ogohlantirgan. 7 noyabr Amerika Ovozi radiosi Xitoy Shimoliy qutbni egallashni maqsad qilyapti nomli bir xabar e'lon qilgan bo'lib, uningda deyilishicha, Amerika yaqinda e'lon qilgan ma'lumotida Xitoyning Shimoliy qutbni egallash uchun jiddiy tayyorlik qilayotganligini ogohlantirgan hamda Washington buningga qat'iy qarab turmasligi, xavfsizlik va ekologiyani qo'g'dash uchun dadil qadam olishi kerak deb bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Shimoliy qutb tabiiy gaz va neftlarga boy bo'lgan bir rayon bo'lib, mutaxassislarning qarashicha Xitoy xalqaro qonunlarga hech bir parvo qilmasdan uningga ko'z yumib o'zi bilgancha ish elib bormoqda ekan. Undan boshqa Xitoy doiralari bu haqda Shimoliy qutbga nisbatan iqtisodiy taraqqiyot, strategiya va bexatarlik, shuningdek umumiy maqsadlar yo'lida bizning bu rayon bilan albatta munosabatimiz bor deb qaraydigan. Shu munosabat bilan o'z davlatidagi iqlim o'zgarishlarining salbiy ta'siridan xotirjam bo'la olmagan Xitoy Shimoliy qutbdagi vaziyatni yaqindan kuzatib, bu rayonga yordam berish nomi ostida ish faoliyat elib bormoqda ekan. Shimoliy qutb aslida Rossiya faoliyat elib berayotgan rayon bo'lib, Xitoy Shimoliy qutbga u qadar yaqin bo'lgan davlat bo'lmasa-mu, ammo yaqinqi bir necha yilda Shimoliy qutbga munosabatlik bir qancha qarorlarni chiqarib, o'zini u yerning xo'jayini qilib ko'rsatishga urinayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, bu rayondagi neft va uningdan boshqa tabiiy boyliqlar Xitoy uchun intayin muhim bo'lgan manba hisoblanadigan bo'lib, shu sababdan Xitoy Shimoliy qutbga iqtisodiy bekat sifatida qaraydiganligi. Agar Xitoyning Yevropa va Shimoliy Amerika bilan bo'lgan savdo hamkorligi kuchayib borsa, u holda bu rayonni Xitoy osonlik qo'lga keltirib oldiganligi o'ttirg'a chiqmoqda. Xitoy Rossiya bilan bu rayonda tabiiy gaz ekishni rivojlantirish to'g'risida yangi kelishim imzolagan bo'lib, hozir shu bo'yicha faoliyat elib berilmoqda ekan. Ammo bir qism siyosatchilarning nazarida ikki davlatning Shimoliy qutbdagi hamkorligi uzun davomlashmasligi va ishlarning boshqacha yo'nalishda bo'lishi faraz qilinmoqda. Chunki Rossiya Shimoliy qutbga qo'shin o'rinlashtirish, dengiz armiya faoliyatlarini rivojlantirish, askariy tayyorliklarni elib berish qatorliq harbiy maqsadni ko'zlaydi. Xitoy bo'lsa bu yerdagi iqtisodiy manbani ko'zlaydi. Xitoy, Amerika va Janubiy Koreya orasidagi tirkishishlar. Amerika Janubiy Koreyada boshqariladigan bombadan mudofaani sistemasi qurishga tayyorlik qilayotgan bo'lib, Xitoy buningga qarshi turganligi sababi bilan bu davlatlar orasidagi ziddiyatlar ulg'ayishga boshladi. Yaqinda Amerika Janubiy Koreyada boshqariladigan bombadan mudofaani sistemasi qurishga tayyorlik qilayotgan bo'lib, Xitoy buningga qarshi turganligi sababi bilan bu davlatlar orasidagi ziddiyatlar ulg'ayishga boshlagan. Bu ziddiyatlar natijasida Xitoy Janubiy Koreya bilan o'tkazilmoqchi bo'lgan davlat mudofaa ministrlari suhbat yig'inini to'xtatganligini qaror qilgan. Natijada Koreya davlat mudofaa ministrlari bilan Xitoy davlat mudofaa ministrlari orasida 2011-yildan boshlab har yili o'tkazib kelinayotgan iqtisodiy va siyosiy strategiyalik bu suhbat yig'ini amaldan qoldirilgan. Amerika Janubiy Koreyada qurmoqchi bo'lgan boshqariladigan bombadan mudofaani sistemasi qurilishining Janubiy Koreyaga Shimoliy Koreyadan kelish ehtimolligi bo'lgan xavfning oldini olish uchun qurilganligini deb kelayotgan bo'lsa-mu, ammo bu sistema qurilishi elib beriladigan o'ringa Xitoy o'zining yaqin ekanligini da'vo qilib, bu sistema qurilishining rayon bexatarligiga xavf elib kelganligini hamda bu qurilishning josuslik faoliyatlarini o'z ichiga elish mumkinchiligi borligini ko'rsatib, qarshi chiqib kelayotgan edi. Shimoliy Koreya yaqindan beri o'z tavalligida 5 qatim atom yadro siniqi elib borgan bo'lib, buning bilan Janubiy Koreyani o'z ichiga olgan bir qism davlatlar buningga qattiq norozilik bildirgan.
Amerika prezidenti Obama mu Shimoliy Koreyaning bu ishi uchun munosib ish faoliyatlarini elib bordiganligini bildirgandan keyin bu mudofaa sistemasi qurilishini planlagan. Amerikaning bu planiga qarshi Xitoy, Rossiya va Shimoliy Koreya qatorliq davlatlar qarshi turib kelmoqda. Amerikaning yangi prezidenti e'lon qilindi. 9 noyabr tushdan burun Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident saylamining natijasi e'lon qilindi. Saylamda Cumhuriyetçiler Partiyasi nomzodi Donald Trump Demokratlar Partiyasi nomzodi Hillary Clinton ustidan g'alaba qilib, Amerikaning 45-qitimliq prezidenti bo'ldi. Biz uning Xitoy, Amerika va dunyo siyosatiga ko'rsatgan ta'siri haqida doktor Erkin Akram bilan suhbat elib bordik. 9 noyabr tushdan burun Amerika Qo'shma Shtatlarida elib berilgan prezident saylamining natijasi e'lon qilindi. Saylamda Cumhuriyetçiler Partiyasi nomzodi Donald Trump Demokratlar Partiyasi nomzodi Hillary Clinton ustidan g'alaba qilib, Amerikaning 45-qitimliq prezidenti bo'ldi. Amerika prezidentlik saylamining natijasi e'lon qilingandan keyin Turkiya Adliya ministri Bakir Bozdagh bu haqda ifoda bildirib, Amerikaning navbatdagi prezident almashishining Turkiya va Amerika munosabatlariga hech qanday o'zgarish elib kelmaydiganligini, Amerika xalqi kimni o'ziga prezident qilib saylasa, uningga hurmat qilganligini va uning bilan normal munosabatlarni davomlashtiradiganligini bildirdi. Shundaqla Cumhur Rais Erdo'g'an va bosh minister Binali Yildirim yangi prezidentni tabrikladi. Sözünü təbriklaymiz və muvaffaqiyatlar tilaymiz deb başlagan Binali Yildirim, Amerikada yaşayotgan Fathullahçı terrorluq təşkilatının katibi Fathullah Gülenning eng qisqa vaqt ichida davlatimizga qaytirilishi haqida yangi raisga bu yerdan uchuq chaqiriq qilaman. Munosabatlarimizni buzgan, jamiyatlar orasidagi tarixiy do'stlikka ziyon solgan bu terrorchi katibishini qisqa vaqt ichida davlatimizga qaytirsangiz, ishonamanki Turkiya Amerika do'stligi uchun yangi bir boshlang'ich, yangi bir bat ochgan bo'lasiz dedi. Assalomu alaykum. Aleyküm ve selam. Doktor Aldidan ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Doktor, hakikaten bütün nurg'un araştırma tadqiqotchi şirketlerinin ama tahminining dal aksiga, çünkü nurg'un şirketler bu seçimde, bu saylamda Clinton'ninki, Hillary Clinton'ninki g'alaba qildiganligini nihoyatda kuchli holatda bildirgan edi. Bu saylam hakikaten dünyanın kutganning dal aksiga bir ish bo'lib, Cumhuriyetçi Donald Trump yani qozongan bo'ldi, yani g'alaba qilgan bo'ldi. Albatta buningki saylamdan burunqi tutumlari musulmonlarga bo'lsin, hattoki nurg'un ig'ir ayiblangan edi, musulmonlarni cho'qim chiqarib o'tish kerak degandek. Va buningki sayilni buni g'alaba qilishda albatta buningki O'rta Sharqdagi musulmonlar hozir jang qaynayotgan bu rayonlarga bo'lsin, Xitoy Amerika munosabatlariga bo'lsin, ikki qatimliq Obama bu Cumhuriyetçilarninki hokimiyatidan keyin demokratchilarninki hokimiyatidan keyin Trump yani Cumhuriyetçiler g'alaba qilgan bo'ldi. Buningki shu boshda bizga munosabatli bo'lgan Xitoy Amerika munosabatiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Uning keyindan hozir urush qaynab ketgan O'rta Sharqdagi munosabatlarga, bu siyosatlarga qanday ta'sir ko'rsatdi? Shu haqdagi fikringizni aytib qo'ysam. Hamda bu demokratlar, yani bu Obama'nınki hükümeti Xitoyning bir strateji rakip deb ko'ryapti. Xo'sh. Şundaqla Xitoyninki yükselişi Amerika'nınki bütün dünyadaki menfaatligi bo'libmi, şu Asya Tinchlik okyanusdaki menfaatlarga ziyon berganligini ko'rgachga, aşında o'ylashgan Xitoyning şu Asya Tinch okyanusda bir xil stratejik muasirga ilish siyosetini ilib bağlan. Bu siyaset 2010 yılda şekillengen ve 2020'gece Amerika bütün şu ermi gücünün ki %60'ını şu Asya Tinch okyanusda yutkeş. Diyen bir siyasetini ilip bir vat attı. Hoş. Hem de hazır eğer de yeni prezidentlik olan bu Trump bu göz karardan özgürüp eğer de Xitoy bilan do'st olayli, onun bilan urushib to'qishib bir yerga baramaymiz deb anda ko'rgan bo'lsa hamda Trump'ninki Xitoy siyosati o'zgardi. Çünkü Amerika'da iki xil görüş var. Birisi şu Xitoy Amerika'ninki bütün menfaatlarga ziyon berdi deb ko'rdi. Birisi to'g'ri ziyon berdi ama ular bilan urushda so'qishsak bizimiz ziyon tortamiz. Shunga
bo'lsa shu Xitoy bilan hamkorlik qilib dunyo manfaatini shunday bölüşüp boshqursak deydiganlar bor. Hozircha hamda saylamda deyilgan, mesela Xitoyning malini kirgizmaymiz, yo'q Xitoyning mali kirsa uningga bojni qo'ymaymiz, yo'q Xitoyga fabrika shirkatlarini Xitoyga yo'tkab ketgan Amerikalikni chaqiramiz, yo'q u bu da'vo demdi. Ama iqtidorga kelgan chog'da, hokimiyatning bishiri kelganda, uningki siyosati mushtaq bo'lamdi, bo'lmamdi, ufquli bo'lmaydi demdi. Xo'sh. Chunki har saylamda deyilgan gap shu hokimiyat bishiri kelgan chog'dagi icraatı bilan biraz farklı bo'ladi. Xo'sh. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamiz ko'rishgacha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.